Assalomu alaykum. Mana bugun sizlarga 1001 dardga davo bo'luvchi 100% tabiiy o'simlik haqida aytib o'tmoqchiman. Bu o'simligimiz o'zimizni tok bargi. Har qanday uzumni bargi, ya'ni ruschasiga vinograd kulturniy deyiladi. Mana shu bargini 5-6 tasini yuvib, 1 litrlik choynakka yaxshilab yuvib tashlab, solib, qaynagan suv solib 2 soatga damlab o'rab tashlab, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda bir piladan iste'mol qilinadigan bo'lsa, 20 kun ichib 5 kun dam olib, 20 kun ichilsa, 3 marta takrorlanadigan bo'lsa, artrit, poliartrit, podagra, ilivrit, o'pka siri kasalliklariga, o'pkaga suv yig'ilganda, jigar kasalliklarida jigar tiqilmalarini ochadi, o't dimlanishida, mioma kistalarda, oshqozon ichak yaralarida, gemoroyga, hattoki homilani tushish ehtimoli bo'lgan paytlarda, ya'ni ugroza deyilganlarda ham mana shu tok bargidan, ya'ni damlamasidan foydalanilsa, homila ham saqlanib qoladi inshaalloh, xudo xolasa. Ayniqsa qand kasalliklarida doimiy ravishda ichib yuriladigan bo'lsa, qand miqdorini ham tushirish xususiyatiga ega.